alaykum. Yuqori obunachilarimiz navbatdagi videoga Urganch shahrida yangi domda birinchi qavatda 2 xona kvartiramiz hamma sharoitiga ijara chiqdi. Mo'ljalimiz Manej shahar elektrosit desa ekan bo'ladi. Obunachilarimiz girash yillarimiz oyoqlarimiz ajoyib bir gilamlar tashalgan. Oboy o'ng tarafdan kelsak, bismillahirrohmanirrohim deb bir xo'shlarimiz bor ekan. Do'rimizda yuvishxona, bu tomonimizda plisoslar. Bu anlamız yengina Aristonaga, oyoq tellarimiz kafel bon, diyorlarimiz kafel, unitazimiz, kir mashinamiz. Bu anlamız bu. Feyzli xonadan ekan. Tak, spanyamiz. Belimizde bir trimamiz bor. Spanya şkafımız bor. Hamma jihozi yep-yangina gilamlarni ko'rishingiz mumkin. Jalyuzilarimiz bor ekan, birinchi qavat bor ekan, rishotka bor ekan. Jalyuzilarimiz bor. Shaharning qoq markazi, bog'cha maktabi juda qulay. Olgan odam ham izzatib yashaydi. Endi oshxonamizni ko'rsangiz, oshxonamiz yana Ariston bor bu yerda. Stilniy kotyol, kuxonyalarimiz, bir de xolodilnikimiz bor ekan. Televizorlarimiz, choy ichmagan stol-stullar ham bor ekan. Yep-yangi. Nari xonamiz o'tsak endi zalimizni. Girişinizde bir rakoyna var ki ixchamgina gaz, suv, muammo yo'q. Zalimiz yana televizorlarimiz asalgan diyorlarsa, miyaki uyg'oqlar qo'yilgan, galeriyalarimiz. Ko'rishingiz bedam kondisioner bor ekan. Shunda mo'ljani yana bir eslatib o'taman. Shahar elektrosit Manej narxini kelsak, obunachilarimiz $250. Oilaviy semiyni adama belladi. Telefonni setaman 99 074 46 41 88 601 70 70 telefon qilaversa. Sevgili videolarimiz yakınıyım. Sağ olun, aman olun.